Assalomu alaykum Ramzuz kanalining obunachilari. Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, obunachilarim, hammaga assalomu alaykum. Like bilan bosishni davom etinglar, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Xudo xolasam arzon-arzondan sizlar uchun chiqarib berishga harakat qilaveraman. Faqat sizlar tomonidan podderishga qilib tursangiz bo'ldi. Shunaqa videolarni chiqaryapman, sizlar uchun like kam bo'lyapti. Uni yaxshi emas biz tomonga qaraganda. Bizdan video, sizlardan bir dongni ikki ekranga like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Kommentariyaga Ramuz ukam shun xizmatlaringga rozi bo'ldi deb yozayotgan akalarimga alohida rahmat. Xo'p, bugungi video roligimiz tayyor buqa boqadigan akalarimga bag'ishlanadi. Bir xil odamlar bor, yoshlarni olib 5-6 oy kuzgacha sudrab, keyin yemga tashiydigan akalarim bor. Shunaqa ishqibozlar bor. Faqat 3 oy, 4 oyda tez aylantirib buqa boqadigan akalarimiz uchun bu video roligimiz bag'ishlanadi. Buqani o'ziga bitta like bosib qo'yilib, bunaqalar har doim bizning ekranimizga chiqavermaydi. Manzilni aytib o'tamiz. Toshkent viloyati Bektemir tumanidamiz. Deyar Bektemir ham Toshkent shahariga kirib ketdi. Oldin Toshkent viloyatida edi. Xo'p, orientirni ham berib o'taman. Eski Qo'yliq bozoriga uzoq bo'lmagan manzilda turibmiz. 2 yashardan oshiq buqa chiqib qoldi. Akalar sotiladigan tish yoribdi buqamiz. Bu akamizning o'zida 2 dona buqa bor ekan. Ikkinchisi sotilmaydi. Bittasi bo'lmay qoldi, bittasi olib qolyapmiz, bo'lmaydigan sotaryapmiz degan joy yo'q. Bitta aka-ukaniki ekan, bittasi ukalarniki, bittasi mana o'zlariniki ekan. Shuni sotishga qo'yyaptilar. Mablag' zarur bo'lib qoldi. Xo'p, hozir o'zida o'lchab ko'rdim. Buqani 1.30 ni ustiga olib ketasizlar, bo'ylarini. Yoshlari 2 yoshdan oshgan. Tanijonni endi maqtash o'tirish shart emas. Agarlar buqa yaltilab yotibdi, aynan boqadigan joyiga kelgan. Uzunligi ham e'tibor berib qo'yinglar. Ramzaga 26 million, 27 million devorsa kerak degan akalarimiz adashasizlar. Pastroqda turgan 25 mo'ljal qilgan akalarimiz ham adashasizlar. 23 million 500 ming so'm narx qo'yganmiz. Telefon savdosini qilib ko'ringlar. Agar egalar nomerlari pastda turgan bo'lsa. Buqani ko'chaga olib chiqsak bo'lardi. Buqa necha oydan beri turibdi bu yerda? 1 oydan beri Makka ekandan keyin hovliga chiqmadi. Ungacha ham agoratda turgan, ha? O'ynab ketib qoladi, olib chiqsak. To'liq yemga ham kirgani yo'q, bu? Yo'q, somon bilan shu mana kepayman, kepayman. Mana agar boqilmagan buqa, quruq somon bilan kepayda turgan buqa. Hali unaqa rejimga kirgani yo'q. Chunki hali egalar boqmoqchi edim deyapti. Buni tish yorganini o'tib, keyin kuzlarga yemga tashiyman dedi. Lekin mana hozir yemlayman degan akalarimiz uchun ham ayni muddo buqa. Lekin uzunligiga 5. Buqa tetik turibdi, sog'lom, xudo xolasam. Telefon savdolashib ko'ringlar. 23 million 500 ming so'm, menimcha joyida narx qo'yildi. Yog'i sizlardan. Mana. Keyin videomiz tagida egalar nomerlarini qoldirdik. Telefon savdolashib ko'ringlar. Agar egalar nomerlar pastda turgan bo'lsa, sotilgan chorvalarni nomerlarni o'chirib baraka bo'ldi yoki sotildi deb yozib qo'yaman. Manzilimiz Toshkent viloyati Bektemir tumani. Mana. Oxilda ko'ringlar. Hozir tepasida kelib syomka qilib, tozalab qo'yish yo'q. Ishtaga chotki mana agar somon bilan kepayda yevoradigan buqa ekan. Mana akalar. Orqalari ham kelishgan, aynan cho'zilgan joyiga kelgan ekan. Bu yo'g'iga xudo xolasa mehr berib 3-4 oyda yetiladigan buqa. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Manzilimiz Bektemir tumanidan bo'ldi. Telefon savdolashib ko'ringlar. Bunaqa vaziyat har doim ham bo'lavermaydi.